Sizda iPhone bor, MacBook bor, AirPods bor. Endi navbat iWatchga. Hozirgi vaqtda qaysi iWatch modelini olishni tavsiya qilasiz deyilganda, shunga javob beraman. SE modeli. Talablar birinchi marotaba iWatch ishlatadigan va kundalik ishlatishga qulay model. Sababi arzon, yengil, qulay va asosiy funksiyalari bor. Ya'ni udamlение, vызов, fitness ma'lumotlari. 9, 10, 11 modellar aktivini sog'liqqa e'tibor beradigan va zamonaviy funksiyalarni yaxshi ko'radigan insonlar uchun. Sababi ekran elegantni berib doimiy yonib turadi. Xoningizdagi kislorod va ekranni tekshirib beradi. Tezkor chip qo'yilgan va yana ko'p kuchli funksiyalari mavjud. iWatch Ultra aktivli insonlar uchun, sportchilar, sayohatchilar, poxodchilar va haqiqiy adrenalinni sevadiganlar uchun mos model. Sababi katta va kuchli korpusga ega. Bu degani suv va changga maxsus himoyasi bor. 2-3 kunga zaryadi bemalol yetadi. GPS ga ega. Ma'lumot o'rnida aytaman, shu funksiyasi bilan surfingchi hayotini saqlab qolgan model bo'ladi. Endi siz ham o'zingizga mos keladigan watch qanaqa bo'lishini bilib oldingiz. Narxini bilishingiz uchun Telegram kanalimizga o'tib oling. Modellar narxlari va xususiyatlari yozilgan bo'ladi. ABM Store'da sizlarni kutamiz.